Eshikni ochdim. Hech nima ko'rsatkichi yo'q. Bu eshikni ham ochamiz. Hech nima ko'rsatkichi yo'q. Ana endi настройkaga kiramiz. Zavodskiy настройка bo'limidan 4/8 ni terib kiramiz. Vыбор protokoliga kirib No Cambusda turibdi. Buni biza reysga qo'yib, keyingisi GM Chevrolet hamda pastroqda tushsak XL bor. Vivo XL. Liboyda qo'ysa bo'ladi, shunda idealroq ishlaydi XL da. Okey. Endi chiqamiz. Eshikni ochamiz. Mana bunisini ham ochamiz. Asosiysi zadniga urganda kamerani pamexlari ham yo'qoladi, palosalari ham ishlaydigan bo'ladi. Uni chapga burganda chapga, unga burganda unga qaytadi. Bu asosiy fishkasi emas, monitor internetda qotmaydigan, sifatli ishlaydigan bo'ladi. Hattoki ko'chadagi gradus haroratlarni ham yuqorida chiqaradi internetni yoqqanda.